Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning ishdan tushgandan keyin ko'cha aylangan, qahvaxonalarga kirgan, do'konlarga kirib o'z shaxsiy narsasini sotib olgan, yerdan qaytgandan keyin bir xizmatdoshiga uchrab qilib, intayin aloqasida bo'lgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ular odatda sizni tutqili doim kechida keladi. Ishning o'ngi ularning qo'liga tushib qilishdan burun o'lib olish edi. Ba'zi kishilar shunda qilgan edi. G'oyib bo'lganlarning nurg'ini amaliyotda o'lib olganlar edi. Biroq miltiq tapancha yoki tez ta'sir qiladigan zahar degandek narsalarni topqili bo'lmaydigan bundaq yerda o'lib olishga zo'r jur'at ketadi. U og'riq va qo'rqinchning odamni biologiya nuqtasidan kordan chiqardiganligini, odam biror harakat qilay deganda badanning odamga bo'ysunmaydiganligini o'ylab hayron qoldi. Agar Winston gach-guch bo'lgan bo'lsa, balkim qora chochli qizni jimiqtira olishi mumkin edi. Ammo uningda o'zi yo'liqadigan xatarning g'oyat zo'r vahimasidan harakat qilgudek mag'durmi qolmagan edi. U odamning xatarlik paytlarida tashqi dushman bilan emas, balki o'z badani bilan kurash qildiganligini o'ylab cho'chidi. Hozirgi o'zidimi, garchi orcha hariqi ichib olgan bo'lsa-mu, belidagi og'riq uning uzib qo'ymay fikr yurgizishiga qashila qilib turadi. U har qanday botirona yoki tragediyalik daqiqalardami mushundoq bo'ladiganidek his qildi. Jang maydonlarida, qiynoqxonalarda, cho'kayotgan kemida bo'lib qolganingizda siz kurash qilayotgan nishonni unutib ketishingiz. Tan shu daqiqadagi birdan-bir g'amga aylanishi mumkin edi. Hatto sizning qo'rqinch yoki og'riq azobidan jiningiz chiqib ketmagan taqdirdami, hayot sizga nisbatan bir minutdan ochlik, uyqusizlik, hatto ichishayotgan oshqozon, og'riyotgan tishlar bilan kurash qilish jarayonida aylanib ketishi muqarrar edi. U xotirasini ochdi. Ba'zi narsalarni yezib etish muhim edi. Ekrandagi ayol yangi bir naqshini boshladi. Uning ovozi xuddi ushluq aynak parchasidagi Winstonning mingsiga sanjilishga boshladi. U xotirasini atab yozayotgan O'Brien va shuningga o'xshash odamlarni o'yladi. Ondan ideya soqchilari uni tutgandan keyin nima ishlar bo'ladiganligini o'yladi. Sizni darholla o'ltirib etsa mayli. O'ldirilish siz orzulaydigan ishga aylanib bo'lgan edi. Ammo o'limdan burun jinoyatini topshirish hammaylar buni tilga olmasimi, shundoq bo'lganligini biladi. Qatorliq bir qator ishlar bor edi. Tazim qilib gunohingizga rahim qilishni tilab nola qilardingiz. So'ngaklaringiz chiqilib, tishlaringiz ezilib ketadi. Chochlaringiz qonga milinib ketadi. Oqibati baribir o'xshash o'lim bo'lgandan keyin yana nima deb bu qiynoqlarni tetish kerak ekan? Hayotingizni bir necha kun yoki bir necha hafta burun oxirlashtirsangiz nima bo'pti? Tekshirishdan o'taligan, jinoyatini topshirmagan odam chiqib boqmagan edi. Navoda ideya jinoyati bilan ayblanibla qoldingiz, o'lim sizga nisbatan faqatla bir vaqt masalasi bo'lib qoladi xolos. Undaqda hech nimani o'zgartirolmaydigan bunda qo'rqinch vahimani chuqum yo'q umidlar bilan kutish kerakmi? Winston amdi O'Brienning obrazini ko'z oldiga oz to'la akiladi. Biz qorong'ulik yo'q yerda ko'rishimiz degan edi O'Brien uningga. Winston buni ma'nosini biladi yoki bilaman deb o'ylaydi. Qorong'ulik yo'q yer hech kim ko'rolmaydigan tasavvurdagi kelgusida edi. Buni boshqalar bilan faqat bishorat yo'li orqali sirliq ravishda o'rtoqlashqili bo'ladi. Ammo ekrandagi ovozning quloqiga to'xtamay urilishi bilan Winston xiyollarini davomlashtira olmadi. U sigaretdan birini tishladi. Uningdagi tamakining yerimi Winstonning tilining ustiga tushdi. Uni tukirayotgan taqdirdami uningdagi ochiq to'pining ta'mi odamning tilida qoladi. Winstonning kallasidagi O'Brienning o'rniga g'o'jaka almashdi. Bir necha kun burunqidek
Winston yançuqidan bir tangini ilib uningga qaradi. Bu yuz uningga salmoq, eg'ir bisiq, mehribonlik nazarida tikilib turadi. Ashu qapqara burtining ostiga yushurg'ini qandaq bir kulki bo'lmaydi. Xuddi eg'ir jaranglayotgan halokat signalidek. Buni so'zlar yana Winstonning qalbisidan kechdi. Urush tinchlikdir, o'rlik qulluqdir, nodonlik qudratdir. İkinci bölüm. 1. Tushdan burun 2 soatlar o'tgandan keyin Winston bölümçeden chiqib hojatxonaga mangdi. Uzun yo'riq koridorda oldi tarafdan biraylan hiliqi qora chachli qiz kelyotdi. Hiliqi kunidagi uchrashishdan 4 kun o'tgan edi. Yaqin kelganda u qizning bir bilikining tingib esib qo'yilganligini ko'rdi. Ting'iqning rangi qizning paltosi bilan o'xshash bo'lg'achqa, yiroqdan farqlantirgili bo'lmaydi. Uning biliki balkim yo'g'on roman yezish mashinalarining bir yerlariga qisilib qolgan bo'lishi mumkin. Romanlarning vaqaligi shu yerda to'qilib chiqadi. Roman boshqarmasida bundaq hadislar to'la bo'lib turadi. Taxminan 4 metrcha qolganda qizchaq putlashib, yuzichida dum tushdi va og'riq chidayolmay qattiq to'lab tashladi. Qaraganda uning yordar qo'li ostida qolgandek qiladi. Winston to'xtadi. Qizchaq tizlanib turdi. Uning yiqilib tushgan yuzi sarg'ayib, bugun odatdan tashqari qip-qizil bo'yalgan lavlari bilan bakla silishtirma bo'lib qolgan edi. Ko'zlari og'riq emas, qo'rqinishga o'xshab ketadigan bir nazarda Winstonga qarab qetib qolgan. Chiroyidan bo'lsa bechorak chiqib turadi. G'alita bir xil tuyg'u Winstonning qalbini chulg'ib oldi. Uning oldida uni o'ldirmoqchi bo'lgan dushmani, shundaqla og'riq azobidagi, balki so'ngiki sunuq bir inson bolasi turadi. Winstonning qadamlari allburun ixtiyorsizda u qizga yordam qilish uchun yo'tkilib bo'lgan edi. Winston qizning ting'iqliq qo'lining ustiga yiqilganini bilib, xuddi o'zining qo'li og'rigandek bearam bo'lib ketdi. "Og'ridimi?" so'radi Winston. "Hech qisi yo'q. Shu bilikim ozroq og'irdi. Birdamdala yaxshi bo'lib ketadi", dedi qizchaq, yuragi dupildab uning chiroyi tatirib ketgan edi. "Biror yeringiz sunib ketmagandi?" "Yo'q-ay, birdam og'rigandan keyin o'ngishilib qoladi", u dedi-da bo'sh qo'lini Winstonga sundi. Winstonmu uni tortib turg'izib qo'ydi. Qizchaqning yuziga qon yugurib, xeyla o'ngishilib qoldi. "Hech qisi yo'q", yana takrorladi qizchaq. "Beg'ishim bir nimaga urilib ketganti. Rahmat yo'ldosh." Qizchaq shundoq debla chapdas qadamlari bilan ketayotgan yo'linishiga qarab mingib ketdi. Qaraganda uningga rostla hech nima bo'lmaganda qiladi. Bu tasodifilik faqat yarim minutga yetmagan vaqt ichida oxirlashdi. His tuyg'usini chiroyiga chiqarmaslik tug'ma tabiatga aylanib ketgandek qiladi. Uning ustiga bu ish dal ekranning oldida yuz bergan edi. Shundaqdimi daqiqalik hayronlikni yushirish haqiqatan qiyin ish edi. Winston qizchaqni yo'lab turg'izgan shu 2-3 sekundga yetmagan vaqt ichida qizchaq Winstonning qo'liga nihoyat kichik bir narsa tutqizib ulgurgan edi. Shaksizki qizchaq aslida maqsadga qilgan edi. U kichik va yapaloq narsa edi. Winston hojatxonaning eshigidan kirganda uni yanchuqiga silavatdi. Uni barmoqlarida silashtirib beqib, uning 4 burchi qatlangan bir qog'oz ekanligini sezdi. U taratqachisi oldida turg'ach, barmoqlari bilan haplashib, uning qitini ochdi. Qog'ozda cho'qim bir uchur bor edi. Uning darhol hojatxonaning ayrimxonasiga kirib o'qig'isi kelib ketdi-yu, o'zini tutib oldi. Bu bekli dotlik edi. Chunki bu yerda ekranning ko'ziga tushmaydigan yer yo'q deyishga bo'ladi. Winston bo'limchisiga qaytib kirib o'ltirdi. Chandurmay qog'oz parchasini ustaldagi boshqa qog'ozlarning orasiga aralashtirib etdi. Andin xotirlagichni oldiga tortdi. 5 minut. Faqat 5 minutda taqat qilsam. Winstonning yuragi ko'kragidan chiqib ketadigandak tepchaklab ketyotdi. Taliga bugungi xizmatlari doimliq oddiyla ishlar edi. Bir qator sonlarni tuzatib tugaytdi. Qog'ozdagisi chuqum siyosiy gap edi. Uning farizcha faqat 2 ehtimollik mavjud edi. Biri
xuddi Winstonning farazidagidek qizchaqning ideya saqchisi bo'lish ehtimolligi nihoyat yuqori edi. U ideya saqchilarining uchurini nemishqa bundaq usulda yetkazganligini tushunmadi. Balki ularning o'zining o'ylig'ini bordi. U uchur bir tahdiddir. Yoki o'livilish tafsilotidir. Yoki biror yerga chaqirgandir. Winston shuncha tirishib turibmi, texmi vahimalik bundaq bir ehtimollikni kallasidan chiqarib etolmadi. Bu uchur ideya saqchilaridan emas, aksicha biror yer osti tashkilotidan kelgan bo'lsa-chi. Demak, qarindoshlar mavjud. Qizchaq balkim ularning a'zosi bo'lishi mumkin. Albatta, bu bekla bema'ni xiyol edi. Ammo Winstonning qo'li qog'ozga tekkandila, shunda xiyol kallasida paydo bo'ldi. Birer 2 minutlardan keyin ondan birinchi ehtimollik kallasiga kelgan edi. Shu tapning o'zidimi uning aqli uningga bu uchurning o'limdan derak berdiganligini eskartib tursimi, yanala bir xil noma'lum umid yuragining bir yerlarida yalqunjab turadi. Hatto u xotirlag'uchga sonlarni so'zlayotgan chog'dimi ovozining titrab ketmasligi uchun xeyli qiynaldi. U oldidagi yuturib bo'lgan qog'ozlarni yo'gab, havo turbusiga silib 8 minut o'tdi. U ko'zoynagini qayta bir o'ngishib etib, bir ulug' kichik nafas elib oldi. Ondan texi yuturib bo'lolmagan qog'ozlarni oldiga tortdi. Qog'oz partisi shuning ustida edi. U qog'ozni tuzidi. Qog'ozga yo'g'on qilib, sizni suyman degan xatlar qo'lda yozilgan edi. Winston qo'lidagi qo'rqinchli narsani xotira to'shiga tashib etishni unutib, bir necha sekund qotqandek o'tirib ketdi. U qog'ozni to'shikka tashlab etgach, garchi shunda qilishning qanchalik xatarligini bilsa-mu, u xatlar yana bormidi degandek ustidagi xatga bir quruq ko'z yugurtib oldi. Endi xizmatga diqqatini yig'ish bekla qiyinga tushdi. Uni qiynab ketgani oldidagi ushaq-tushaq xizmatlarga diqqatini markazlashtirish emas, balki ichidagi hayajonini ekrandan yoshirish edi. Uning ich a'zoyiga o't ketgandek bo'lib ketdi. Nihoyat issiq, qisqa-qisdan, varang-churunga to'lgan oshxonada tushlik tomoq yeyish bir azob edi. Winston tushlik tomoqda birdan bo'lsa-mu yolg'iz o'tirishni bekla istagan bo'lsa-mu, afsus, Parsinos uning yoniga kelib o'tirdi. Uning badanidan kelayotgan sesiq tar hidi dömləngan sayning puruqini besib tushgan edi. U yana nafrat haftisi uchun qilinayotgan tayyorliklar haqida kapildashga boshladi. U xo'jakining qog'ozda yasalgan bosh haykaliga alayda zo'qlanib ketgan bo'lib, haykalning kengligi 2 metr keladi ekan. Uni Parsinosning qizi bar ishpiyonlar atrati atayin nafrat haftisi uchun yasab chiqibdi. Winston bu varang-churunlar orasidan Parsinosning gapini obdarroq anglamasa texi. Shuningga tushliq pat-pat savol so'rab qo'ymasa texi. Uning ichi bekla siqilib ketdi. Winstonning ko'zi qizchaqning ko'zi bilan tuyuqsiz uchrashib qoldi. U boshqa 2 qiz bilan tomoqxonaning qarshi oyoq tarafida o'tirgan edi. Qizchaq uni ko'rmaganga silib o'tirdi. Winstonmu u yo'linishga qayta qaramadi. Tushdan keyin kun texmo tas o'tdi. Tushlik tomoqdan kiribla u hammani qo'yib xizmatga kirishib ketdi. Uningga nihoyat inchiklik va uzun vaqt talab qilgan bir muncha narsalar kelgan edi. Ular 2 yil burunqi ishlab chiqishga aloqador sonliq ma'lumotlar bo'lib, hammani qaytadan tuzadigan gap edi. Bular orqali hozir chalka qiqilib qolgan bir nafar g'olluq ichki partiya a'zosiga jinoyat yuklagili bo'ladi. Bundaq ishlarga Winstonning epi bor edi. 2 soatlargacha davomlashgan jiddiy xizmatda u qizmu Winstonning kalisidan chiqib ketgan edi. Bu vaqt o'tib, Winstonning ko'z oldiga yana qaytib keldi. Uning bilan Winston yolg'izlikni yana shunchalik xolab ketdi. U faqat yolg'iz qolgandila bu ishqa zehnini yig'ib o'ylana oladi. Bugun kech. U faoliyat markaziga berishi lozim edi. U eg'izga tetimaydigan kechki tomoqni hapala-shapala yeb o'tibla faoliyat markaziga keldi. Avval qarmoqqa to'limus surlik, ammo ahmoqona bir muzokara guruhiga qatnashib o'tib, ondan 2 baydan tik-tak top o'ynadi. Bir necha romka archa harig'i ishgandan keyin
insok va shaxmat nomli leksiyaga yarim soat qatnashdi. U o'lgudek zerikkan edi. Ammo bugun birla qitim uningda bu markazdagi faoliyatlardan o'zini qochiradigan istak bo'lmadi. Sizni suyman degan xatlar uningda yana yashashning umid shamini yondirgan edi. Shuning bilan u ushshaq-tushak tavakkülchiliklarni sal ahmoqonalik his qilib qoldi. U uyiga kelib, yotqili karotiga chiqqanda soat 23 bo'lgan edi. Mushu qorong'uda u ekrandimi ko'ngli xotirjam holda xiyol suralaydi. Ammo yanala ovoz chiqarib solsa bo'lmaydi. Әмді qizchaq bilan qanday ko'rish kerak? Mana bu әмдiki bosh qotirgan amaliy masala edi. Winston qizchaq birər tozaq qurmayotgandu ha deganlarni xiyoliga akilibmi yurmadi. Uning unda qilmaydiganligiga Winstonning ishonchisi bor edi. Chunki u qizchaq xatni berayotgan chaqdala uningdagi hayajon his qilgan edi. Gerçi u chaqda qizchaqmi qo'rqib, jini chiqib ketayla deb qolgan bo'lsa-mu, hayajonini yushirish yanala mumkin bo'lmagan edi. Winston uni rad qilishni asla o'ylab boqmadi. Texi 5 kunning oldida Winston uning kallasini tosh bilan yeritishni o'ylab yurgan edi. Hechqisi yo'q. Endi u muhim emas. Xuddi tush ko'rgandek, Winston uning yosh badanini ko'z oldiga keltirdi. U qizchaqni xuddi boshqa kishilarga o'xshash döt, kalva, kallasi yolg'onchilik va nafrat bilan to'shib ketgan, qalbida qilchilik, rahim, shafqat yo'q deb o'yladi. Winston qizchaqning men bilan darhol ko'rishmidi deb yaltiyvishidan hammadan bak qo'rqib qoldi. Ammo ko'rinishda amaliy qiyinchilik bak zo'r edi. U shaxmatda mat bo'lib bo'lganda yana mingishga uringandek bir ish edi. Qaysi yo'lga mangmang, ekrandan qochib qutulolmaydingiz. Amaliyotda Winston xatni o'qiyotgandala uning bilan ko'rishishning barliq mumkin yo'llarini tasavvur qilib boqqan edi. Endi xuddi ustalda bir qator saymonlarni ratlayotgandek, u yo'llarni bir-birlab kallasidan o'tkazishga boshladi. Shunisi aniqki, bugungidek uchrashib qilish endi takrorlanmaydi. Agar u arxiv boshqarmasida ishlagan bo'lsa, nisbatan oson bo'ladi. Winston roman boshqarmasining ishg'ollarining yo'l qurilmalarini tuzuk bilmaydi. U yerga borilganga hech bir bahonasimi yo'q edi. Agar qizchaqning qayerda turadiganligini bilgan bo'lsa, uyiga qaytganda kayniga tushib, ma'lum bexatarlik yerda ko'rishga amal qilib baqsa bo'ladi. Ammo bu bek xatarlik edi. Chunki undaqda ministerlikning atrofida timisqlab yurishga to'g'ri keladi. U holda muqarrar boy qilib qoladi. Pochtadan xat avatishni bo'lsa tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydi. Chunki tekshirilmaydigan xat yo'q edi. Amaliyotda odamlar asosan xat yozishmaydi. Navoda uchur avati surur bo'lib qolsa, nurg'un idiom jumlalar besilgan открыткалар bo'lib, shuningdeki so'z temasiga munosabat sizlarni sizivasila bo'ladi. Uning ustiga Winston u qizning adresini emas, hatto ismini mi bilmaydi. Oxirida u eng bexatar joy tomoqxona ekan deb o'yladi. Agar ikkisi tomoqxonaning o'ttiridagi ekrandan yiroqroq, atrofini jiq odam o'rab turadigan bir ustalda faqat 30 sekundlab billa o'tira olsa, bir necha eg'iz gap qilaverish mumkin bo'ladi. Bir hafta o'tdi. Hayot oyog'i chiqmas tushdek davom qilmoqda edi. Ikkinchi kuni Winston tomoqxonadan ayrilishiga u paydo bo'ldi. Pushdek chilinib bo'lgan edi. Qarag'anda qizchaq simina almashqanda qiladi. Ular bir-biriga qarashib salmoq o'tishib ketdi. Әтісі u tomoqxonada odatdagi vaqtda paydo bo'ldi. Ammo u boshqa 3 qiz bilan billa edi. Uning ustiga dal ekranning ostida o'tirgan edi. Ondan yana u da 3 kun paydo bo'lmadi. Winstonning butun badani, qalbi go'yo sezimchanligi ziyoda eshib ketgandek ajoyib beoromlik ichida qiynalyotdi. Uning har bir harakati, anglagan, so'zlagan har bir so'zi, boshqalar bilan har qatimliq ko'rishishi uningga azobdan boshqa narsa emas edi. U xuddi hech nimani yoshirolmayotgandek qiladi. Hatto uxlagandimi, Winstonning kallasida qizchaqning rasmi laylab yuradi. Bu kunlarda u xotirasini qo'lga ilibmi boqmadi.
u hozir faqat xizmatila ozroq yengillik his qiladi. Hech bo'lmasa aldirash xizmat ichida u 10 minut atrofida bo'lsimi o'zini unutay oladi. Winston qizchaqa nima bo'lganligi to'g'riliq hech nimani bilmaydi. Surishtiruvmi qilolmaydi. Balki u parga aylanib ketgandi. Balkim o'lib olgandi. Yo bo'lmasa xizmati okeaniyaning yana bir tarafiga o'tkalgandi. Ammo eng azobli, shundaqla ehtimolligi eng yuqorisi shuki, balki u qaroridan yaltayib qolgan bo'lishi mumkin. Keyingi kuni u paydo bo'ldi. U bu qitim qo'lini esib olmagan, faqat beg'ishig'iga plastir chaplab olgan edi. U shunchalik xo'sh bo'lib ketdiki, o'zini tutolmay qizchaqqa bir necha sekund tikilib o'ltirib qoldi. Әтісі оныңға обдалла пұрсат келген еді. О тамақханаға кіргенде қызчақ алыбұрын тамдың ерақырақ бір үстелде отырып болған ішкен. Бұл чақ хелі балдыр болып, адамы бәк көп әмес еді. 3 рет аста өткіліп ататты. Winston әмді покәге yaqinlashqanda aldidagi odam shakar javhari tabletini alolmay gap talishib, yana 2 minut vaqtini oldi. Winston tamog'ini elib qizchaq tarafga qadam olganda u tig'icha yolg'iz o'tirgan edi. Winston bemalol qizchaq tarafga qarab mang'ach, uning ustining yonlaridagi bo'sh o'rinlarga ko'z yugurtdi. 3 metrda qolganda keyindan bir ovoz "Smith" deb chaqirib qoldi. Winston anglamaganға silib mingiverdi. "Smith!" ovoz yana anglandi. Mingiverganning foydasi bo'lmadi. U keyniga burildi. Chaqirg'ini Wilshire edi. Seriq chashliq, chiroyi tatarang'i ko'ringan bu yigitni Winston tuzukmi tonimaydi. Wilshire Winstonni yenidagi bo'sh o'ringa taklif qilyotdi. Rad qilish xatarlik edi. Uning ismini bilib chaqirgan yerda uning kori bo'lmasdan boshqa yolg'iz bir qizning qishiga berib o'tirish diqqatni qo'zg'ab qo'yadi. Winston kulimsirab u ko'rsatgan yerda o'tirdi. Bu tatarang'i yuzmi Winstonga qarab kulimsirdi. Winston xiyolida uning qalisining qoq o'ttirsiga jo'to bilan birni soldi. Bir necha minutli qolmayla qizchaqning ustulimi to'shib ketdi. Qizchaqmi Winstonning uningga qarab kelganini ko'rgan edi. U tushungandi balkim. Winston әдісі balduroq keldi. Deganda qizchaq yanala tunugungidek o'rinda yolg'iz o'ltiradi. Winstonning oldidagisi vijik, qo'ng'izga o'xshaydigan, harakatlari chaqqan, yapaloq yuz, ko'zlari kichik, hammaga gumon nazarda qarabla yuradigan odam edi. Winston tamog'ini elib burilganda, u odamning qizchaqning ustiga qarab mengayotganligini ko'rdi. Uning umidi yana so'g'ichilashdi. Yiroqroq yerda yana bir bo'sh o'rin bor edi. Ammo bu odamning mingishidan qaraganda, zodi odam oz yerda o'ltirmasa, rahat his qilolmaydigandek ko'rinadi. Winstonning yuragi muzdek bo'lib ketdi va u odamning keynidan mangdi. Qizchaq bilan yolg'iz o'ltira olmasa, bir ustalda o'tirganning foydasi yo'q edi. Winston tuyuqsiz u odamga qattiq so'qilib ketdi. U odam dumni tushdi. Qo'lidagi taxsisi yiroqqa uchib ketdi. Qahva sho'rpisi to'kilib ketdi. U o'rnidan turib, "Qasddan qilding" deyotgandek Winstonga sat olaydi. Hech qisi yo'q. Winston qizchaqning ustida o'tirdi. Uning yuragi qapidan chiqib ketayla deb qolgan edi. Winston uningga qaramadi. U tomoqini oldiga tortib, yeyishga boshladi. Boshqalar kelishdan burun gap qilib olish kerak edi. Ammo shu topda Winstonni bir tasvirlagisiz qo'rqinish chulg'ib oldi. Ko'rishgandan hozirgacha bir hafta o'tgan edi. Qizchaq yaltayib olgan bo'lishi mumkin edi. To'g'ri, u cho'qim yaltayib oldi. Bu ishning o'ngishli bo'lishi mumkin emas edi. Reallikda mundaq bir ishning vujudga chiqishini tasavvurga sig'dirg'ili bo'lmaydi. Agar Winston yiliqi quliqini tuk qoplab ketgan shoir ampul furusining bo'sh o'rin izlab yurganini ko'rmagan bo'lsa, gap qilishdan yaltaygan bo'ladi. Ampul furusi yana ozroqla ko'z yugursa, Winstonni ko'ratida cho'qim qishiga kelib o'ltiradi. Gap qilishga faqat 1 minutla vaqt bor edi. Winston va qizchaq ikkilisi tamoqini yeyishdi. Ular yeyotgan narsa suyuq sayiz sho'rpisi va oq purchaq edi.
Winston shivirlab gapini boshladi. Her ikkilisi beshini ko'tarmadi. Ikkilisi qo'shiqda say sho'rpini eg'izga silib Shu asnoda ular bir necha eg'iz zurur gaplarni qilishib oldi. Soat nechida ishdan tushsiz? 18:20da. Qayerda ko'rishalaymiz? Xotira munarning hindiki safar maydonida. U yerda ekran bak ko'p. Chatoq yo'q. Odamlar bakchi. Signal. Meni bir to'p kishilarning orasida ko'rmagicha yaqinlashmang. Menga qaramang. Faqat menga yaqin yerda turing. Soat nechida? 19da. Bo'ladi. Ampul qurus Winstonni ko'rmay boshqa bir yerda o'tirgan edi. Ular qayta paranglashmadi. İkkilan hozir bir ustalda bir-biriga qarashib o'tiralaydi. Ammo ular beshini ko'tarmadi. Qizchaq tamog'ini tezla yeb bo'lib, bu yerdan ayrildi. Winston sigarini chiqarib tutashtirdi. Winston deyishgan vaqtdan baldur Zafar maydoniga kelib bo'lgan edi. U maydondagi g'oyat zo'r tashviqot to'rikining ostida cho'rgilab yurdi. To'rikning cho'qqisida G'ojakining haykali g'arbiy janub tarafdagi osmonga qarab turadi. Birinchi havo rayonidagi bir qitimliq urushda G'ojaka Yevro Osiyoning aeroplanlarini, bu aeroplanlar bir necha yil burun Sharqiy Osiyo aeroplanlari edi, pochaqlagan. Maydonning oldidagi ko'chaga Oliver Cromwell ismli biraylarning otga mingan haykali o'rnatilgan edi. 5 minut o'tib ketdi. Winstonni yana qo'rqinish cho'lg'ib oldi. U kelmaydi. U buda chuqum yaltaydi. Winston maydonning shimol tarafiga o'tdi. U Sinit Martin cherkovini ko'rib qalbini kichkina xushallik qopladi. Uning qo'ng'iroqlari bor vaqtda "Sen menga 3 farsing qarzdor" deb jaranglaydi. Shundala Winston qizchaqning xotira munarining ostida turganligini ko'rdi. U yumaloq to'rikka aylantirib chaplangan tashviqot rasmlarini ko'rayotgandek turgan edi. Ko'proq odam yig'ilmag'icha qizchaqning yoniga berish xatarlik edi. Bu yerdagi 3 burjak tomlarning hammasida ekran bor edi. Shu asnoda nurg'un kishilarning tovlashgan ovozlari, orqadala bir muncha eg'ir tipdagi mashlarning o'tayotgan ovozi anglandi. Ushtumtut kishilarning hammasi maydondan yugurib o'tishga boshladi. Qizchaq xotira munarining tegidan sher haykalini aylanib o'tibla yugurayotganlarga qo'shilib ketdi. Winston darhol agashdi. U yugurayotganda kishilarning voqirashlaridan Yevro Osiyo mahbuslari bosgan bir muncha mashlarning o'tayotganligini bildi. Top-top bo'lib qisilishib ketgan kishilar maydonning janub tarafini to'sib olgan edi. Winston odatda mushundaq odam to'plarining sirtidaroq turib oladi. Ammo bugun jon jakli bilan qistilib to'pning o'tirsiga qarab siljidi. Birdamda u qizchaqa yaqinlashdi. Qo'lini sunsila yetadi. Ammo ikkisini o'xshashda yo'g'on, baslik bir er va bir ayol purultar to'sib olgan edi. Qaraganda xotini bo'lsa kerak. Bu ikkilan xuddi o'tkili bo'lmaydigan go'sht tomdek turgan edi. Winston yanğa azroq yo'tkilib, murisini ikkilanning orasiga kuchab sig'dirdi. Ikkilanning simiz yonboshlari orasida Winstonning ichi a'zolari xuddi ezilib ketgandek og'rib, ming balolikda o'tib oldi. O'tib bo'lg'icha tarlab, chiliq-chiliq bo'lib ketdi. U endi qizchaqning yanidala edi. Murilari tegishib turadi. Ular oldi tarafga qarshib turadi. Shunda qilib bugungi roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.